uyg'on yuvchi bog'larni kezdim. Topay dedim qirdan izingni, yanog'ingdan rang olgan dedim. Lolazorga burdim yuzimni, uchratmadim ammo o'zingni. Sen bahorni sog'inmadingmi? Xalqimizga yod bo'lib ketgan, sevimli hofizlarimiz tomonidan kuyga solingan ushbu samimiy satrlarni o'qishimiz bilanoq ko'z oldimizda beixtiyor ardoqli shoirimiz Abdulla Oripov timsoli gavdalanadi. Abdulla Oripov ulkan iste'dod sohibi, tug'ma shoir. Tasodifni qarangki, u yangilanish va yasharish faslida kun va tunning tenglashgan sanasida tavallud topgan. Bu kunni xalqimiz azaldan yangi kun, ya'ni Navruz deya katta shodiyona bilan qarshi oladi. Abdulla Oripov she'riyatida bahor bu tiriklik, bahor bu hayot. Shoir quyoshning haroratli nurlari erkalab uyg'otayotgan tabiat timsolida tiriklik kuchini, mislsiz qudratini, hayot go'zalligini, yashash baxtini ko'ra oladi va olqishlaydi. Mumtoz adabiyotda inson umri azaldan yil fasllariga qiyoslangan. Shoir bahor faslini yoshlik davriga mengzab, qiziga atagan she'rida shunday deydi: bahor senikidir, yugur etkib. Yugur adirlarning lola zoriga, men esa quvonay ko'zimni tikib. Tog'larning hayotbaxsh toza qoriga, bahor senikidir tolma yilishdan. Yugur sochlaringga bargaklar taqib, men esa quvonay qahraton qishdan. Omon chiqa olgan ildizga boqib. Shoir hech bir tabiat manzarasini shunchaki tasvirlamaydi. Undan insonlar uchun muhim xulosalar oladi. Bu esa bahor fasli shoir uchun bemisl ilhom manbai ekanligidan dalolat beradi. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir go'zallik, ajib bir hayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda, ulug' yelkadoshim muzaffar hayot. Xulosa qilib aytganda, Abdulla Oripov ijodida bahor fasli rangin ma'nolari betakror jozibasi bilan aks etgan. Bahoriy harorat va jo'shqinlik shoir qalbida aks sado berib, o'xshashi yo'q misralarga aylangan. Ularni o'qish va o'rganish esa inson ma'naviyati, his-tuyg'ulari va tafakkurining yuksalishiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.